Ha? Qayerda? Buni ikkinchi etajdan oldimi? Do'stlar, assalomu alaykum. Reys Aeroflot aviakompaniyasiga Toshkentga uchadi. Akalar, bitta narsa aytmoqchiman. Bugun Centrumga Toshkentga reys bor edi, Aeroflotga reys bor edi. Onlayn 5-6 ta olgan akalarimiz reysga kech kelgan. Onlayn bilet olsalaringiz o'zlaringiz iltimos vremaga vнимательно bo'linglar. Misol aviakassadan olsalaringiz, aviakassani xizmati bor. 500 rubl, 600 rubl ustiga qo'yib choy pulini ishlaydi. Buni yashirmaymiz. Lekin shu onlayn registratsiya olib, onlayn bilet olib, saytdan kelib biletga yani uchib ketdi. Mana bu akamiz mana bittasi yuribdi. Yuribdi. Bular Centrumda qolib ketdi. Siz ham qolib ketdingiz. Aeroflotga biletdamiz. Aka, nima bo'ldi? Qaysiga uchamiz? Qaysiga bilet to'g'rilab beray? Arzonroq qilish iloji bo'lmayapti. Hozir yana ko'rib beraman, do'st qilib. Hozir yana do'st qilib beraman, mana ko'ramiz hozir. Mana bu ikalarni ham Centrumda qolib ketgan. Akalar, shu onlayn bilet olsalaringiz vнимательно bo'linglar vaqtiga. Agarki sal o'zlaringizdan nimalaringiz bo'lsa, aviakassadan bilet olinglar, 500 rubl, 600 rublga qaramay, mana bizdan misol chiroyli qilib vaqtlarni tushuntirib, bagajlarni yozib beramiz. Aeroportdan o'zimiz to zeleniy koridorgacha yordam beramiz mana. Elorons aviakassasi doimo xizmatlaringizni kechasi hozir soat 1, lekin biz xizmatda.